15 yoshli bolamiz burundan qonagan, 1 oy davomida burni qonab, gemoglobini 50 ga tushib qolgan holatni bizning klinikamizga murojaat qilgan. Bemorimiz afsuski Qirg'iziston Respublikasida bir necha marotaba biopsiya olishga harakat qilishgan. Bolada asosiy shikoyati burunni nafas ola olmaslik bo'lgan va bu holatlarda lorga murojaat qilishgan, lor onkologga yuborgan. Sababi burun ichida qanaqadir o'sma bor va shuni tekshirishimiz kerak. Buning uchun biopsiya olishimiz kerak degan fikrni aytgan. Afsuski, shu bemorimiz biopsiya olgani lorga onkologga borishgan. Onkolog biopsiya olgandan keyin burun qonab ketgan va qonni to'xtatisha olmasdan 1 oy davomida yurgan. Bu holatlar juda ham tez-tez ko'p bo'lib turadi bizning praktikamizda. Afsuski, bu holat har doim ham xavfli yoki xavfsiz o'smaga bog'liq emas, oddiy adenoiddan boshlab turib aytaylikki, burunning ichidagi xavfli o'smalarda ham bo'lishi mumkin. Bemorimiz bizga kelgandan keyin hamma tekshiruvlarni qilganimizdan so'ng angifibroma diagnozi tasdiqlangan. Angifibroma bu yosh bolalarda, aynan pubertant yosh bolalarda o'suvchi davrda hosil bo'ladigan hosila hisoblanadi va bu hosilani o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Sonna arteriya deymiz, ya'ni eng katta o'q tomirimizdan qon oladi va shu hisobiga bu juda ham katta rost bilan bo'lib, qonash belgilari bo'ladi va bemorlarimiz asosiy shikoyatlari bizga nafas olishda qiynalish bilan kelishadi. Va ko'p holatlarda bemorlarga doktorlarimiz ba'zi bir holatlarda yordam bermoqchi bo'lishadi. Afsuski, bu taktika noto'g'ri taktika, biopsiya olib qo'yadi. Biopsiya olgan hisobiga bu juda ham ko'p har xil tomirlardan kelgan gipervaskulyar deyiladi, ya'ni ko'p qon tomirlar mavjud bo'lgan o'simta hisoblanadi va shu hisobiga qon to'xtamaydi va bemor juda ham sarson bo'lib qoladi. Shu bemorimizdan xuddi shunaqa holat yuzaga kelgan. Lorga boradi, burnining ichiga har xil marlalar, pek deyiladi, ya'ni trundalar tiqib turib tamponada qiladi. Tampon 2 kundan keyin to'lib ketadi, yana chiqaradi, yana tamponada qiladi va shu holat bilan gemoglobin 50 ga tushib qoladi. Bemorimizni tekshirdik, diagnozni to'g'ri qo'yib oldik, qonini ko'paytirdik, qon quyish muolajalari ham bo'ldi va bundan so'ng endoskopik, ya'ni hech qayerdan kirmasdan, kesmasdan burun orqali mana shu hosilani olib tashladik. Va bugungi programmamizda aynan shunaqa bemorlarda kelganda nimalar qilishimiz kerak? Bu o'zi o'sma xavflimi, xavfli emasmi? Onkologlar shug'ullanadimi yoki lor doktorlar shug'ullanadimi? Shular haqida ozgina qisqacha bir ma'lumot berib o'tamiz. Hozirgi kunda butun dunyoda aytaylikki, har xil o'sma kasalliklari ko'payib ketmoqda va bo'yin va burun sohasidagi o'smalar ham bugungi kunda juda ham avjiga chiqqan desak ham bo'ladi. Va shunaqa holatlarda agarda nafas olish qiyin bo'lsa, burundan qon keladigan bo'lsa, birinchi navbatda bu simptomlarni ignor qilish, ya'ni bu simptomlarga e'tiborsiz bo'lish bu juda ham noto'g'ri. Aynan siz uchun mana shunday informatsiyani yozishga qaror qildik. Sababi juda ham ko'p holatlarda o'smani og'ir darajasida bizga yetib kelishadi bemorlar. Afsuski, birinchi, ikkinchi, boshlang'ich darajasi bo'lganda bularga bemalol biz yordam berishimiz mumkin edi. Qanaqa simptomlar yuzaga kelishi mumkin? Birinchisi bu nafas olishda muammolar. Nafas ola olmayapsizmi yoki sizni bolangiz nafas ola olmayaptimi? Bu simptomga обязательно e'tibor qiling. Burunda qon kelishni boshladimi yoki tezda shamollash bo'lmoqdami? Bu potensial har xil xavfsiz yoki xavfli o'smalar bo'lishi mumkin. Nimalar qilishimiz shart? Bemorni birinchi navbatda kelganda endoskopiya yordamida, ya'ni kamera orqali burunni polностью tekshiruv qilish kerak. Burunda qanaqadir o'simtalar mavjudmi, mavjud emasmi? Agarda o'simtaga podozreniya qilib, ya'ni qanaqadir shubha qiladigan bo'lsak, bemorimizni qo'shimcha tekshiruvlarga biz yuborishimiz shart bo'ladi. Qanaqa tekshiruvlar? Kompyuter tomografiya. Bizning klinikamizda hamma tekshiruvlar bitta joyda jamlangan. Bemorimiz aytaylikki sarson bo'lib, u klinikadan bu klinikaga yurmaydi. Keldi, endoskopiya qildik, ko'rdik va sразу kompyuter tomografiyaga chiqardik. Kompyuter tomografiya tekshiruvlar biz polностью ko'rsatib bera oladi. Bu rostdan ham o'smami, qaysi joydan chiqqan va bu o'smani qanday yo'li bilan olib tashlanadi yoki lecheniya qilinadi va bu savollarga bemalol javob berishimiz mumkin. Bugungi kunda juda ham ko'p bemorlarimiz, Xudoga shukr, aynan o'zimizni ona shahrimizda, O'zbekistonda bemalol operatsiya bo'lishmoqda. Yana 5-6 yil oldin ham bemorlarni afsuski chet davlatlarga chiqarishga majbur bo'lganmiz.
Sababi o'zgarishga uskunalari, bilimlarimiz, tajribalarimiz yetmagan va bugungi kunda mana shunday o'smalar bilan kelgan bemorlarda angiofibroma bo'ladimi, rabdomiyosarkoma yoki boshqa narsalar kelgan bemorlarni bemalol o'zimizni operatsionnimizda, ona shahrimizda operatsiya qilishimiz mumkin. Operatsiyalar qanaqa turkumda bo'linadi? Birinchisi bu traditsion operatsiyalar, ya'ni aytaylikki, tashqi burnini, tashqi yo'llarini kesgan holatda, yuziga estetik qanaqadir o'zgarish qilgan holatda qilinadi. Ikkinchisi bu endoskopik, ya'ni burunni orqali bitta kamera bilan kirib, mana shu o'smani to'laqonli olib tashlash imkoniyati bor va bugungi kunda biz aynan shu o'smalarni burunni ichidan kirgan holatda hech qayerni kesmasdan bemalol olib tashlashga imkoniyatimiz bor va shuning uchun mutaxassislarimiz, оборудование оснащениyalar hammasi bitta joyga jamlangan. Bemorlarimiz kelsa, aytaylikki, tekshiruvlarni o'tib, rostdan ham o'sma подтверждение bo'ladigan bo'lsa va buni diagnoz qo'yilgan bo'lsa, yoki operatsiya qilinadi. Operatsiyani ham shu klinikamizda bemalol o'tkazishimiz mumkin yoki aytaylikki, lecheniya qilinadi. Lecheniya qanaqa yo'llar bo'lishi mumkin? Lecheniyalar nur terapiya deyiladi, ya'ni nurlar bilan u narsani kuchaytirish. Ikkinchisi maxsus ximioterapevtik vositalar bilan bu narsani kuchaytirish imkoniyati hozirgi kunda mavjud. Va sizda ham hozirgi kunda aytaylikki, yoki tanishlaringizda qanaqadir shunga o'xshagan muammolar bo'ladigan bo'lsa, onkologiya, rak yoki aytaylikki, bugungi kunda juda ham ko'p odamlar biladigan shu aynan o'sma, bu приговор emas. Bu bilan hayot to'xtab qoldi degani emas. Bemalol kvalifitsirованный mutaxassisga murojaat qiladigan bo'lsangiz, muammoingizni to'la tubdan hal qilishga imkoniyati bor. Faqatgina bu narsani cho'zmasdan ertaroq, qanchagina tezroq bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizga yordam berish shansimiz balandroq bo'ladi. Profmedservis klinikasi professional shifokorlar komandasi bo'lib, xalqimizga 10 yildan beri 50 mingdan oshiq jarrohlik amaliyotlari bilan, eng asosiysi garantiyaviylik jarrohlik amaliyotlari bilan xizmat qilib kelmoqdamiz. Agar sizda burun va halqumda burun to'sig'i, angiofibromalar, adenoma gipofizalar va boshqa quloq kasalliklari, eshitish pastligi bilan bog'liq problemalar, shunga o'xshagan problemalaringiz bo'lsa, bemalol Profmedservis klinikasiga 24 ga 7 holatda murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizda lor sohasi bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, yuqori malakali jarrohlik amaliyotlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Professionallar siz uchun xizmatda bo'lamiz. Ranniy stadiyalar, ya'ni simptomlarning boshlanishi bilan to'g'ri mutaxassisning oldiga boradigan bo'lsangiz, bu muammo to'laqonli hal bo'lishi mumkin. Masalan, yaqinda bizning bemor bizga murojaat qilgan, juda ham zo'r bir voqea bo'lgan. O'zimizni shu YouTube kanalini hozir olayotgan, yuritayotgan do'stimizni jiyanlari как раз shular bilan shu orqali tanishib qolganmiz. Qanaqa holat bo'lgan? 6 oy davomida ko'zini davolab yuravergan. Yosh bola jiyani asosiy shikoyati ko'zini ikkita ko'rishni boshlagan. Oftalmologga murojaat qilishgan, oftalmologlar har xil dorilar berishgan, 6 oy davomida ko'zini davolashgan. Afsuski, hech kim aytmaganki, borib baraka topgur, bor, bitta kompyuter tomografiya qilib kelchi, nimaga sen ko'zing unaqa ikkita ko'ryapti dedi. Dorilar tomizishgan, yurishgan, bo'lmagan, oxiri boshqa doktorning oldiga borishgan. Doktor yaxshi hamki kompyuter tomografiya tavsiya qilgan, kompyuter tomografiya qilishgan va shunda biopsiya olgan. Biopsiya olganda ham noto'g'ri chiqib qolgan. Xudoning qudrati bilan kerakli odamlarning oldiga borgan va kerakli odamlar shu bizni manzilga jo'nab borishgan va bu yerda to'liq boshqalardan tekshiruvlarni qilib, angiofibroma, ya'ni bu rak emas, bu davrakachitni o'pqil bo'lib, buni bemalol lor vrachlar endoskopik, ya'ni burunni hech qattiq kesmasdan olib tashlash imkoniyati bo'lgan. Yurishgan, kelishgan, oxiri bizga murojaat qilgan, hamma tekshiruvlarni qilganmiz, diagnozni to'g'ri qo'yganmiz. Afsuski, do'stimiz ikkilanishgan. Qayerga borsammikan, Hindistonga olib borsammikan, Rossiyada kim bor ekan, yaxshilab juda ham katta aytaylikki research o'tkazishgan. Afsuski, o'ziga xohlagan informatsiyani ola olmagan. Oxiri bizdan полностью suhbat qurib, biz nimaga qodir bo'lganligimizni, hamma keyslarimizni ko'rsatganimizdan keyin bizga tavakkal qilib, ishonib, keyin bizdan oldirishga nima qilishgan, jur'at qilishgan va Xudoga berilgan shukr, bularda ozgina qiyinroq keys bo'lgan. Xudoga shukr, operatsiya juda ham zo'r o'tgan. Komanda bilan birgalikda bo'lib, angiofibromani to'liq olib berganmiz va hozirgi kunda bemor maza qilib, to'liq eski hayotiga qaytib, yaxshi yashab kelmoqda. Ko'zi ham joyiga keldi, ikkita ko'rishni, bitta ko'rishni boshladi, nafas olishi yaxshilandi, burunni qonashi simptomlari qolib ketdi va bugungi kunda aytib o'tganimdek O'zbekistonda baxtli odamlardan bittasi bo'lib yashab kelmoqda. Aynan nima demoqchiman? Sizda ham shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, tanishlaringizda buni cho'zish kerak emas.
boradigan bo'lsangiz zo'r mutaxassislar oldiga boring. Kerak bo'ladigan bo'lsa yaxshi tekshiruvlar qiling. Agarda rostdan ham aytaylikki onkologiya sizga qo'yilgan bo'lsa, bu prigovor emas, bu bilan hayot to'xtab qolmaydi. Bunga kurashishning imkoniyatlari hozir bugungi kunda tibbiyotda, современный tibbiyotda, ya'ni zamonaviy tibbiyotda imkoniyatlari mavjud. To'g'ri mutaxassislar oldiga borib, to'g'ri lecheniya oladigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa inshaalloh sizda aynan yaxshi hayotga qaytish ehtimoli juda ham to'liq oshib boradi. Va bizning klinikamizda aynan shunday zo'r mutaxassislar mavjud. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Klinikamizda lor onkolog, lor neyroxirurg va shunga o'xshagan mutaxassislar sizga har doim yordam berishga tayyor. Videomiz sizga juda ham foydali bo'lgan bo'lsa, albatta bunga obuna bo'lib va do'stlaringizga yuborishni, like qo'yishni esdan chiqarmang. Juda ham ko'p odamlarga mana shu videomiz juda ham manfaatli bo'lishi mumkin.